Tulkilarga yem bo'lgan go'dak. Muallif Sherzod Saydaliyev. Azizlarim, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Karomat xola Og'lis vohaning olis tumanlaridan biridagi tog' etagidagi qishloqda istiqomat qiladi. Yosh 60larga yaqinlashib qolgan kampirning farzandlari, nevaralari bor. Lekin hayot degan tashvishning kam ko'sti hech tugamagan. Shuning uchun ham xola ro'zg'oridan ortgan sutni suzma qilib sotardi. Har nada 3-4 so'm pul ham qishloq joyida. Kampir odati bo'yicha suzmasini olib borib sotayotgan kunlarning biri edi. Kun peshinidan og'a boshlagan. Shuning uchun bozorda ham odam siyraklashib qolgandi. Suzmaning atrofida uchib bezovta qilayotgan chivinlarni haydash bilan ovora bo'lgan Karomat xola yaxshi kiyingan, orasida bir juvonning o'ziga yaqinlashganini payqab, xaridor deb o'yladi shekilli. "Keling qizim, qaymoqday suzmadan oling", deb taklif qildi. Juvon ham kulib rahmat deganday bosh irg'adi-da, hech kutilmaganda, "Xolajon, men anavi tomonga o'tib kelay. Mana shu bolamga qarab turing", deb qo'lidagi chaqaloqqa ishora qildi. Kampir hech narsadan istihola qilmay, ayol uzatayotgan chaqaloqni qo'liga oldi. "Voy oppog'im-e, qizmi bu, o'g'ilmi?" "Qiz", dedi keta-ketishda ortiga qarab qo'ygan bolaning onasi. Shunday so'zlarni aytib, juvon bozorning orqa tomonidagi hojatxona tomon o'tib ketdi. Karomat xola esa suzma sotish ham esidan chiqib, qo'lidagi bolaga andarmon bo'lib qoldi. Chaqaloq juda yosh edi. Ehtimol 1 yoki 2 oylikdir. "Ha xola, chaqaloq ko'tarib olibsiz?" kulgi bilan so'rashga tushishdi yonida qatiq sotib o'tirayotgan ayollar. Kampirning qo'lidagi go'dakni ko'rib, "Kimniki bu?" "Onasi anav yoqqa o'tib ketdi", javob qildi kampir. Odamzod juda ishonuvchan-da. O'zining aldanib qolganini payqaganda esa hamisha kech bo'ladi. Karomat xola ham shunday ko'yga tushishini bilganida boshqacharoq ish tutgan bo'larmidi? Gapning qisqasini aytganda, go'dagini tashlab hojatxona tomon o'tib ketgan ayol qaytib kelmadi. Oradan 1 soatlar o'tib, kampirning yuragiga shubha aralab bo'lgan. Lekin haliyam qandaydir umid uchquni uning bezovta yuragida porlab turardi. Baribir bo'lmadi, oqshom tushsa hamki, ayol bolasining ortidan kelmadi. Noiloj qolgan kampir bolani ko'tarib uyiga jo'nadi. "Voy, bu kimning bolasi?" hayron qolishdi uyga chaqaloq ko'tarib kelgan, enasini qarshilagan qizlar. Bilmadim bolam", esankiragan ko'yi javob qaytardi kampir atrofiga yig'ilib termulib turganlarga. Bittasi bolani ushlab turing, hojatxonaga o'tib kelay deb tashlab ketuvdi, shu ketgancha qaytib kelmadi. Kampir tushundilaringmi deganday qizlarga qaradi. Qizlar esa onalarining gapi chin yoki hazil ekanligini ajratishga urinayotganday mo'ltillab turishardi. "Nima qilsak ekan-a endi?" najot istab atrofdagilarga qaradi kampir. "Militsiyaga topshirish kerak", bilag'onlik qildi allakim. "Militsiyanga balo bormi?" e'tiroz qildi yana. "Balki onasi qaytib kelar, balki kelgandir ham. Sizlar bunga sut-put ichirib, tagini tozalab turinglar. Men bozorga boraychi, hech zamonda odam o'z bolasini unutib qoldirmasa kerak. Balki tashlab ketgandir." Aytilgan bu so'zlar
Karomat kampirning miyasida yashin chaqnaganday bo'ldi. Eng nafasing qursin deb urishib bermoqchi edi, lekin aytilgan bu gapning jo'yali haqiqatga tobora yaqinlashib borayotgani sababli kampir tilini tiydi. Keyin tez yurib ko'chaga yo'l oldi. O'sha kuni Karomat kampir tashlab ketilgan go'dakning onasini ko'kda yulduzlar porlagan paytgacha bozorda kutib o'tirdi. Ammo bundan hech qanday natija chiqmadi. Karomat xola toqatsizlanib kutayotgan topishuv yuz bermadi. Endi nima qilamiz? Mungli qarash bilan atrofiga termuldi kampir uyiga qaytgach. Holsizgina ko'rpachaga o'tirarkan. Toshkentdan akamni chaqiraylik, gap tashladi kampirning qizlaridan biri. Milisa o'zlari biron yo'l qilardi-da. Shunga ham akamni ovora qilamizmi? E'tiroz bildirdi boshqa qizi. Bolani dettomgami, milisaxonagami topshirib yuborish kerak. Keyin rosa ovora qilishadi-da, qayerdan topdilaring buni deb. Yaxshi shu akamni chaqiramiz. Karomat kampir ham bosh irg'ab katta o'g'ilni poytaxtdan chaqirishga rozi bo'ldi. Katta o'g'il Bahodir poytaxti Azimda katta amaldor odam edi. Topish tutishi yaxshi, oilasi 4 farzand bor edi uning. Har gal biror yumush muammo chiqib qolsa, butun og'irligi shu o'g'ilga tushardi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Karomat xolaning xudoning zorini qilib, uning qishloqqa chaqirtirgani ish berdi. Bahodir 2 kun o'tmay qishloqda Karomat kampirning hovlisida paydo bo'ldi. Xo'sh, qoshini chimirdi. Bahodir butun gapini onasidan eshitgach, peshonasini qashlab, muammoni hal etish yo'llarini izlardi. Milisaga borsakmikan, deyman bolam. Javdirab qaradi kampir o'g'liga. Keragi yo'q. Xullas gap bunda yana. Siz bolani hech kimga bermang. Hozircha o'zingiz boqib turavering. Men albatta uning onasini topaman. Kampir o'g'liga har safargiday ishondi. O'g'il o'sha kuniyoq qishloqni tark etib poytaxt tomon yo'l oldi. Qishloq joyda gap yotmaydi. Karomat kampirning bola topib olgani haqidagi gap so'zlar ham hafta o'tmay butun qishloqqa tarqaldi. Buning daragini eshitganlar kampirnikiga hol-ahvol so'ragani kelib ketaverishdi. Eng qizig'i, farzand tirnog'iga zor bo'lib o'tirgan mahalladoshlardan bir ikkitasi bolani bizga bera qoling, biz katta qilamiz deyishgacha borishdi. Ammo kampir onasi kelsa nima deyman deb bolani hech kimga bermadi. Hatto qizchaga Baxtiguldek ochilib yursin degan niyat bilan Baxtigul deb ism ham qo'yishdi. Qahri qattiq vaqt betinim o'tib borardi. Baxtigulning Karomat kampirning qo'liga tushib qolganiga 6 oy bo'ldi. Bahodirning bolani boqib turing, onasini qidirib topaman deganiga ham 6 oy to'ldi. Biroq o'g'ildan darak ham yo'q. Hamon u biror jo'yali gap ayta olmasdi. Mana shunday kunlarning birida kechasi Karomat kampirni bezovta qilishdi. Ko'chaga chiqqan kampir chiroqlari charaqlab turgan mashinaning yonidagi ayolni tanidi. U Baxtigulning onasi. Ha, o'sha bozorda kampirga chaqaloqni tutqazib ketgan juvon edi. Voy bo'ylaringdan aylanay qizim, o'zingmisan? Bolaginangni tashlab qayoqqa yo'qolib ketding bolam? Degancha kampir ayolni ichkariga boshladi. Ey xolajon, dedi ayol atrofida girdi-kapalak bo'layotgan kampirga hasratini to'kib. Men bir adashgan qizman. Bir odamning aldovlariga, yolg'on va'dalarga ishonib, nomusimni unga topshirib qo'ydim. U senga albatta uylanaman degandi. Uning xotini, bolalari bor. Men buni bilardim. Ammo nima shayton yo'lda urdi, meni bilmadim. So'zlariga laqqa ishondim. Bilardim u oilasini meni deb tashlamasdi.
endi hammasi iziga tushib ketadi. Biz urushib qolgandik. U bolamni topib olib kelsang, senga uylanaman deb shart qo'ydi. Shunga qizimni olib ketish uchun keldim. Kampir jim o'tirib uni tingladi. Qizning nomusini bulg'agan, uni aldagan o'sha nomardga qanchalar la'nat o'qigan bo'lsa, uning insofga kelgan ayolning esa o'z bolasini bag'riga qaytarmoqchi ekanligiga shunchalar shukronalar aytdi. O'sha kuni ayol Baxtigulni olib ketdi. Karomat kampir ularni kuzatib qo'yarkan, ichidan bir narsa uzilgandek bo'ldi. Bechora Baxtigulga juda o'rganib qolgan edi-da. Umring uzoq bo'lsin, isming jismingga monand baxtli bo'lgin qizim, deb duo qildi kampir. Mashina chiroqlari o'chguncha qadar uning ortidan termilib qolarkan. Oradan 2 kun o'tib Toshkentdan Bahodir qishloqqa keldi. Kela sola Baxtigulni so'radi. Onasi kelib olib ketdi bolam, dedi shodon tovushda kampir o'g'liga. Abbo, nima bo'ldi o'g'lim, tinchlikmi? Ha, hech narsa, o'zim shunday. O'zi keldimi onasi?